siz yo'q kasallikni davolayapsiz. Bo'yningiz og'risa, bu degani bo'yinda tuz yig'ildi degani emas. Odatda bo'yindagi og'riqlar mushaklar spazmidan yuzaga keladi. Bosh aylansa, bosh miyada qon aylanmayapti degani emas. Agar qon yaxshi aylanmaganda sizda insult bo'lar edi. Ko'pincha bosh aylanishining asosiy sabablari bu ichki quloqdagi otolitlar yoki bo'lmasa psixologik stressdan bo'lishi mumkin. Boshingiz og'risa, внутричерепное давление degani emas. Agar sizda haqiqatan внутричерепное давление bo'lganda, siz uyda emas, reanimatsiyada yotgan bo'lardingiz. Eng alamlisi, bu yo'q diagnozlar uchun siz yilda 2 marta больницада yotib, keraksiz kapelnitsa va ukollar olib, jigaringizni zaharlayapsiz. Haqiqiy zamonaviy nevrologiyada bu tashxislar yo'q va ular davolanmaydi. Shunday ekan, dalillarga asoslangan tibbiyot sizni qiziqtirsa, profilimga obuna bo'ling va kuzatib boring.